bugun birgalikda ozamiz siz bilan. O'zim 130 kiloda bo'lganman. Ayollarimiz ko'pincha emotsional ochlikka ko'proq uchrashadi. Yulduzli mijozlar bormi? Chunki oldinda gamburger yeb aytganman, hozir rasmiy tortiladi. Sa o'rtoq shunaqasanlik. Semirish qozondan boshlanadi. Erkaklarni ko'rganmisiz, homilador ayolga o'xshaydi. Qorni katta, bosh qozon kestirish. Lekin men to'g'risini aytsam, kimnidir hozir biznesiga qarshi chiqib qo'yishi mumkin. Zararni biladi, lekin qiladi. 30 kilogramgacha oshqozon operatsiyasidan tashladim. Keyingi 30 ni esa o'zim уже dieta ushlagan holda tashladim. Ming oshqozoningizni kestirsangiz ham baribir dietaga o'tirasiz. Albatta 100%. Ukol olsangiz ham baribir dietaga o'tirasiz. Xuddi juda kaloriyniy, juda semirtiradigan narsalarga o'xshyapti. Bitta shu porsiyasini bitta odam bemalol yesa bo'ladi. Barchaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Siz sog'ingan, kutgan nima ovqat ko'rsatuvi yana efirda. Bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib qoling va qiziqarli ko'rsatuvlarni qo'yib yubormang. Bugun esa judayam zo'r mehmon. Aynan ayollarimizga xush keladigan. Umuman olganda har bir menimcha davlatda judayam katta sifros qiziqishga ega bo'lgan inson. Nutritsiolog Tursunboyeva Sabira. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat kelganingiz uchun. Taklif uchun avvalambor sizga ham kattakon rahmat. Xursand bo'ldim taklif qilganingizga. Rahmat. Kelganingizga xursandmiz. Bugun nima ovqat qilamiz? Bugun bizning YouTube'dagi barcha kuzatuvchilarimiz uchun semirtirmaydigan PP pitsa bilan zo'r gormonlarni normaga solishga, ishtahani pasaytirishga yordam beradigan ozdiruvchi shirinlik retsepti bilan kelganman. Wow, zo'r. Demak, pizzani ham PP varianti bo'lar ekan. Bo'ladi. Pitsa yeb turib ham ozsa bo'ladi. Ana bugun yeb ko'ramiz. Ketdik bo'lsam. Ketdik. To'g'risini aytsam, men o'zi pazanda emasman. Uyda ko'p ovqatlar tayyorlamayman, lekin o'zimning mijozlarim uchun yangi retseptlar olib turaman. To'g'risini aytib qo'yganim yaxshi. Bilasizmi, Sabirchika, men ham umuman pazanda ayol emasman. Pazanda ayol emasman, bilmayman nimaga. Bizani ko'rayotgan ayollar aytsa kerak, voy, dangasalar, mana men 5 ta bola bilan hozir qaynota bilan yashayman, hamma narsaga ulguraman desanglar kerak, o'rtoqlar. Sizlar super ayolsizlar, ishoninglar. Hamma narsaga ulgurish qiyin lekin. Judayam. Nima bilan yordam berayman sizga? Bo'ldi, hozir endi buni biz blenderimizni olib sovolishimiz kerak. Xo'p bo'ladi. Mana bizda blender. Bu narsa bizga nachinka uchun kerakmi yoki xamir uchun kerakmi? Bundan biz hozir xamir tayyorlaymiz. Nicho себе. Zo'r. Xamirimizni chiqarib olamiz. Zig'ir unidan foydalanyapmiz. Oddiy undan ko'ra foydaliroq, kletchatkaga boy, qondagi qon miqdorini tushiradi, insulin tushiradi va bu ko'proq ozishga foydali. Shuning uchun mana shu undan foydalanamiz. Lekin birinchi marta ko'ryapman, tovuqdan aynan xamir qilinishini qiziq bo'lar ekan, qanaqa ko'ramiz. Tuzni ham shu o'rinda aytib o'taman. Oddiy tuz o'rniga Himalay tuzi bor. Mana shu tuzni ishlatish yana ham foydali bo'ladi. Отекli yig'maydi tanaga, ertalab turganingizda ishib uyg'onmaysiz. Undan tashqari kortizolni normada, ritmda ushlab turishga yordam beradi. O'zingizga qaysi preparava yoqsa, shu preparavadan ozgina ta'bi uchun solsangiz bo'ladi. Solmasangiz ham bo'ladi. Tuzni o'zi ham lekin yetadi. Demak, hozir blenderda hammasini maydalaymiz, to'g'rimi? Biz hammasini suyuq massa holatiga keltirib olamiz. Sabirchika, siz dietolog, nutritsiolog professiyasiga qanaqa keldingiz? O'zim katta vesda bo'lganman. 130 kiloda bo'lganman. Birinchi farzandim tug'ilganimdan keyin juda ham tez semirib ketganman. O'sha paytda har xil dietalar, kokteyllar, plus dorilar ichib ko'rganman. Lekin ozardim. Yana ma'lum vaqtdan keyin o'sha vaznni qaytarib olardim. O'sha vaqtda birinchi marta bir 15 kilo ves tashlaganimdan keyin dorilar bilan juda ham bir jigarim ishib ketib, mazam qochib qolgan. O'shanda bitta
rus blogeri ko'rib qolganman, nutritsiologga. И o'sha ayollar reklamasini ko'rib, agar siz ozishni, o'zingizga yangi kasb olishni xohlasangiz, mani onlayn kursim bor deb taklif qilib qolgan. 2019-yilda 1-martda ana o'sha ayollar kurslarida o'qib qiziqish paydo bo'lgan. Ozganman ham, 130 kilodan 70 kilogacha ozganman, lekin yana qayta semirib ketganman. 70 kilodan yana men 120 kilogacha уже ikkinchi marta semirganman. Endi u yoqda xatoliklar bo'lgan va shu xatoliklar ustida ishlash uchun tibbiyot universitetiga topshirganman, chunki baribir siz o'zingiz ustingizda ishlashingiz uchun tibbiyotga kirib kelishingiz kerak. Anatomiya, gistologiya, biokimiya hammasini o'rganish kerak ekan. O'qib, o'rganib, gormonlar bilan ishlashni boshladim. Va ana endi men nimaga qaytib semirdim degan savol paydo bo'lgan va o'sha xatoni to'g'irlash uchun birinchi bo'lib gormonlar bilan ishlashni boshlaganman. Semirishga sababchi bo'luvchi gormonlarimni normaga soldim, organizmdagi defitsitlarimni ko'tardim. Shundan keyin уже tashlagan vesimni qaytib olmaydigan darajada chiroyli qomatga ega bo'ldim. 3 marta semirib ozganman. Demoqchisizki, shunchaki ovqat yemaslikni o'zi kamlik qiladi, to'g'rimi? Chunki men ham ozganman, dieta qilganman, sport bilan shug'ullanganman, ozganman. Lekin yana qayta semirib ketganman. Chunki baribir menda gormonlar normada bo'lmagan. Yaxshi ishlar. Gormonlarga juda ko'p narsa bog'liq. Juda ham ko'p narsa bog'liq. Ayniqsa erkaklarga qaraganda ayollarda emotsiya kuchli. U bizning gormonlarimiz bilan bog'liq bo'lgan jarayon ko'p bo'lgani uchun ayollarimiz ko'pincha emotsional ochlikka ko'proq uchrashadi. Asabiylashganda, zerikkanda, siqilganda ko'proq yeb qo'yishadi va shuni hisobdan ayollarda gormonlar bilan bog'liq buzilishlar juda ham ko'p. Birinchi navbatda ayollar o'rgansin o'zini organizmi. Qaysi gormonlar normada bo'lsa, ayol vazni normada bo'ladi. Siz bilasizmi shu haqida ozgina tushunchaga egamisiz? Bilmayman. Menimcha gormoni счастья, menimcha-da. Birinchi navbatda o'zi ayollarda ham, erkaklarda ham asosan qalqonsimon bez yaxshi ishlashi kerak. Agar qalqonsimon bezingiz yaxshi bo'lsa, metabolizmingiz zo'r bo'lsa, ortiqcha vaznga chalinish ehtimoli pastroq bo'ladi. Lekin menimcha bu O'zbekistonda juda qiyin, chunki bizda albatta okean yo'q, mo'ri yo'q, daryo yo'q va bizda yana bitta bizda bilasizmi, og'riqli tema bor. Ya'ni ayollarimiz hattoki 70 ming so'm, 80 ming so'mga analiz topshirishga ularni ayashadi. Bilaman. Bu menimcha bolalikdan kelgan narsa. Lekin hozir ana o'sha narsalarni to'g'rilashga harakat qilyapman. Ya'ni Instagramda ko'p gapiraman, analiz topshirib ko'ringlar. Ko'r-ko'rona to'g'ri ovqatlanishga amal qilish har doim ham gormonlar normaga solib qo'ymaydi. Shuning uchun ozishni xohlagan inson albatta bir professional shug'ullanishi kerak. Va albatta ichki xotirjamlik o'rtoqlar. Bu to'ppa-to'g'ri. Ichki xotirjamlik. Ozishni birinchi menimcha yordamchisi deb o'ylayman. Keling, bo'lmasa davom etamiz. Bizda hozir tayyor bo'ldi bizda. Bu bizda уже xamir desa ham bo'ladi. Hozir shuni biz yaxshilab listimizga solib, to'g'irlab, tekislab olishimiz kerak. Ketdik, listga solamiz. Bu ham to'q tutadi, ham hazmi yengil. Va qondagi qand miqdorini tushirishga yordam beradi. Ya'ni bunaqa PP mahsulotlar, pitsalar, pirlilarning asosiy bizning organizmimizga foydasi qondagi qand miqdorini normada ushlab turishga, insulinni normada ushlashga va uzoq vaqt to'qlik hissini berishga yordam beradi. Lekin buni ham misol uchun bitta o'tirishda hammasini yesangiz semirtiradi. Ya'ni hamma narsaning normasi bor, me'yorda yeyish kerak. Kaloriyasini hisoblab yeyish kerak. Bir xilli men dietadaman, to'g'ri ovqatlanishdaman deydi, bitta o'tirishda ko'p yeb qo'yadi. Bu PP pitsa-ku deydi yoki PP shirinlik-ku deydi-da, ko'p yeb qo'yadi. Lekin buni baribir mana ko'rayotganingizdek to'q, kaloriyasi bor. Hozir shu turishini o'zida 450-500 kaloriya bor. O'zi kuniga odamga qancha kaloriya yetarli? Demak, ayollarimizga 1,5 ming, erkaklarimizga 2,5. Erkaklar shu tarafdan ham yutishgan, ularning organizmi ko'proq kaloriyani sarflaydi. Shuning uchun bizga qaraganda ko'proq iste'mol qilishadi. Demak, agar men kuniga 1,5 ming kaloriya iste'mol etsam, ozaman, to'g'rimi? 1,5 ming kaloriya iste'mol qilib 1700 gacha sarflasangiz, siz ozasiz. Demak, albatta sarflashni ham esingizdan chiqarish kerak emas. Uyda o'tiradigan ayollar qancha kaloriya sarflaydi odatda masalan? Uyda o'tiradi, harakat qiladimi? Hamma ham uyda o'tiradi, bir xil harakat qilmaydi. Yo'q, endi masalan, harakat deganda bolaga qarash,
kir solish, idish tovoq yuvish, masalan, Bo'ladi. shunaqa Shu bilan uyda o'zi qanaqadir mana yeganini chiqarib ishlar. yuboradida. Mhm. 1,5 ming kaloriya iste'mol qilsa, shuni chiqarib turadi organizm. Lekin tepada aytib o'tdim, agar qatnonsimon bezida muammosi bo'lsa, Mhm. metabolizmi past bo'ladigan bo'lsa, u organizm 1,5 ming kaloriyani sarflay olmaydi. Mhm. Ya'ni 1000 kaloriya sarflaydida, haligi 500 ortiqcha bo'lib yig'ilib ortiqcha vazn yuzaga kelishni boshlaydi. Demak, hozir buni 15 daqiqa sal chala pishgan holatda olishimiz kerak, ustini keyin davom ettiramiz. Mhm. Tushunarli. Demak, biz 180 gradusli duxovkaga 15 minutga daqiqaga hozir. qo'yamiz. Soatga qarab qo'ying. Mhm. Tushunarli. Davom etamiz. Mhm. Ayollarda shunaqa tug'ruqdan keyingi ortiqcha vazn yana haligi o'sha vaznni tashlamasdan turib, keyingi farzandlarga homilador bo'lishadi. Manda ham shunaqa narsa bo'lgan. Farqi necha yosh farzandlaringiz o'rtasida? Hammasida 2 yosh. 2 yosh, 2 yosh. Har 2 yilda tug'ganman. Zo'r-ku. Zo'r. Lekin ayol kishini organizmi uchun qanchalik bu qiyin? Hammasini baribir jarrohlik amaliyoti bilan dunyoga keltirganman, ya'ni kesarva bilan. Vrachim doim qattiq qarshilik bildirganlar. Tug'ma kerak emas, bo'lmaydi, sen bo'lib qancha vesingiz katta bo'lsa, shuncha choklanib bitish qiyin bo'ladi. Shuning uchun men ayollarimizga tavsiya beraman, agar sizlar kesarva yo'li bilan dunyoga keltirayotgan bo'lsanglar, ortiqcha vesingiz bo'lsa, iloji boricha baribir orasini uzoqroq qilgan yaxshi ekan. Chunki 3-farzandimdan keyin rostdan ham qiynaldim. Eslasam yig'lab yuboraman. Rostdan ham qiynaldim. Yaqinda 2024-yilda men 100 kilo atrofida edim. 100 kilo atrofida edim. Shunaqa ozdim, umuman o'rnimdan turmadim, pastelni rejim bo'ldi. 3-marta semirib ketgandan keyin yotgan holatda ortiqcha vazndan xalos bo'ldim. Ya'ni oxirgisi 1 yil ichida 50 kilo vazn tashladim. Yotib. Faqat to'g'ri ovqatlanish bilan hech qanaqa даже idish tovoq yuvishga o'rnimdan turmasdim. Demak, qanaqadir осложнениялар bo'lgan. Ha, nimaga bo'lgan bilasizmi? Yuragimda muammo bo'ldi. Va homiladorlik paytidagi be'tiborlik. Mana o'zim mutaxassis bo'lsam ham, o'zimni sog'lig'imni shu yerda be'tiborlik qildim. 2025-yilda 100 kilodan 49 kilogacha vazn tashladim yotgan holatda. Fitness yo'q, faqatgina to'g'ri ovqatlanish. Shu bilan. Demak, yotgan holda ham olsa bo'ladi demoqchisiz. Chunki ozish 80% baribir ovqatlanishga bog'liq. Shunaqa. E'tibor, mana hech qanaqa harakatsiz to'g'ri ovqatlanish bilan kerakli qo'shimchalarni qo'shdim. Mana ochiqchasiga aytaman, selen ichdim. Doimiy ravishda qalqonsimon bez faoliyatini yaxshilashga vitamin D judayam muhim. Berberin, inositol qo'shimchalarini qo'shdim. Bu meni o'zimni organizmim uchun individual, lekin shunchaki aytib o'tyapman sirlarini. Va 2 mahallik ovqatlanish ratsionini boshladim. Shu bilan 1 yil ichida 50 kilo haqiqiy yog'ni ketishiga ozdim. Sog'lig'imda muammolar kelib chiqqan ekan, xo'jayinim ishlashni ham menga taqiqladilar. Shundan keyin kam ayollar bilan ishlashni boshladim. Hozirgi kunda sekin-sekin yo'lga qo'yapman, lekin baribir xo'jayinim aytadilar, sog'liq birinchi o'rinda. Albatta. Kerak bo'lsa ishingni yig'ishtir. Menimcha hamma erkaklar shu narsa kerak-a. Sabirchika, meni ham erim ertalabdan kechga shuni aytganlari aytgan. Uyda o'tirsang bo'lardi. Menga shu uyda o'tirganing yaxshi, namyoqlatacak. Lekin shuncha boshlab qo'ygan ishim tugatishga ham baribir. Albatta, menimcha o'zingizlar keyin zerikib qolasizlar. Biz uyda o'tirsak, o'shanga tinchgina ishlab yuraylik. Miylarni yeb tinch qo'yimsizlar keyin. To'g'rimi? To'g'ri. Sizda hozir qanaqadir yulduzli mijozlar bormi? Juda ham ko'p bo'lgan. Aynan oxirgisi men o'zi 2022-yildan beri Indira bilan taniysiz. Albatta. Ular bilan ishlaganman. Men birinchi ko'rishganimda Indira opaga aytganman, ozdiring deganlar, men sizni ozdirmayman deganman. To'g'risini aytganman, chunki siz ozishga hali tayyor emassiz. Men o'rgatganim bilan qilmasligingiz, chunki oldimda gamburger yeb aytgan, meni ozdirasizmi deyaptilar-da. Aytgan masalan, Indira, siz shunaqasiz. Siz sal o'rtoq shunaqasiz lekin. Lekin hozir necha kiloga tushdilar? Zo'r, ha. 82 kiloga tushdilar. Молодец, Indira. To'g'ri, bunga endi ancha vaqt ketdi, chunki orada ularda ham qattiq stresslar bo'ldi. Tashab qo'ydilar diyetani. Lekin har ko'rishganimda aytaman, sizni ozishingiz xalq xohlaydi desam, yo'q, men obrazimni yo'qotib qo'yaman deydilar. Indira opa bilan ishlaganman, juda ko'p insonlar bilan ishlaganman, blogerlar bilan yaxshi vazn tashlashgan. Eng asosiy narsa, men xalq uchun ishlayman. Xalq uchun ishlayman. Hozir nima qilyapmiz? Hozir mana 15 daqiqada pishib chiqishi kerak. Hozir bizda уже 10 daqiqasi o'tdi. Yana 5 daqiqa qoldi. 5 daqiqadan keyin pitssamizni olamiz va tayyorlab qo'ygan mahsulotlarimizni ustiga solamiz. Misol uchun ko'pchilik ozishni boshlaganda analiz ko'raman deb
umumiy oqsilni ko'rganimda 60 ga tushib ketgan nimagadir sochim to'kilib ketyapti, nimagadir terim quruq, har xil qimmat kremlar olib ishlatyapman, kosmetologga boryapman deyishadi-da. Protein olib ichyapman, lekin foyda yo'q. Lekin analiz tahlillarini ko'rsangiz, o'sha ayolda oqsil juda ham past bo'ladi. Shuning uchun meni o'zimni bir metodim bor. Har bitta menda gormonal ozish kursida qatnashayotgan ayolda analizlarni ko'raman. Agar umumiy oqsil tushib ketgan bo'lsa, birinchi navbatda meni ularga beradigan maslahatim har doim oshqozon kislotnosini ham ko'rish kerak. Ming ko'chadan protein olib ichsangiz ham, misol protein temasiga ham ozgina gapirib o'tmoqchiman. Ya'ni hozirgi kunda ommaviy urfga kirgan, ya'ni sport zalda ham protein ichish bor yoki ayollarimiz ozaman deb protein ichishadi. Ya'ni bu protein to'g'ri foydali, lekin ba'zi hollarda zararlari bor. Ya'ni agar sizda oshqozon kislotnosi normada bo'lmasa, past bo'lsa, protein ichganingiz bilan u yaxshi so'rilmaydi sizda. Bekorga pulingizni 1 million, 1,5 million pulingizni havoga uchirganingiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam, agar buyragingizda muammongiz bo'lsa, jigaringizda ALT, ASTL ko'rsatkichi yuqori bo'lsa ham, protein ichishni men aslo tavsiya qilmayman. Protein ham mutaxassis nazoratida sotilishi kerak. Ko'chada ko'r-ko'rona sotilayotgan proteinlarga o'zidan o'zi olib ichishligi men juda ham qarshiman. Nafaqat protein. Bundan tashqari ozdiruvchi deb sotilayotgan har xil badlar bormi? Vitaminlar bormi? Sog'liq uchun juda ham xavf tug'diradi. Hattoki O'zbekiston hududida sotilishi taqiqlangan bo'lgan dorilar bor. Aynan o'sha dorilarni men ichib ko'rganman. Fatzor bizda mumkin emas sotish. Men ichganman shu dorini. Nomlari bilan aytaman, chunki baribir bu dorilar sotish mumkin emas. Kodes degani, keyin undan tashqari Lishau degani borda, u juda ham xavfli dori. Ichganimdan keyin ishtaha shu darajada bo'g'ilgan, umuman hech narsa yedirmay qo'yadi. 15 kilo vazn tashlaganman. Men 2019-yilda birinchi marta mana shu dorini ichganman. Hozirgi kunda butunlay O'zbekistonda sotilishi taqiqlangan bu dorini, chunki juda yomon salbiy oqibatlari. Qanaqa salbiy oqibatlar? Xolodilnikdan ketolmay qolganman. Ya'ni bizda ochlik gormonlari bor. Bilasizmi? Ishtahamizga javob beradigan gormonlar bor. Grelin, leptin, insulin, mana bu gormonlar biz ishtahamizni nazorat qiladi. Aynan shu gormonlarni vaqtincha bloklaydi. Siz hech narsa yemaysiz, faqat suv ichasiz. Ana undan keyin dorini to'xtatganingizdan keyin barcha gormonlar faoliyati buziladi. Xolodilnik tagidan ketmasdim. Shu choy tayyorlardim, obedgacha yana nimadir yeb, xullas tashlanaversin. Og'zingiz tinmasdi xullas. Og'zim tinmagan. Shunaqa. Lekin eng xavfli ozish bu albatta dorilar bilan ozish. Qanaqa analizlar topshirish kerak mana masalan? Har bir ayolda ham, erkakda ham semirishga sabab bo'luvchi gormonlarni va organizmdagi defitsitlarni ko'rish kerak. Eng birinchi biz mijozlarga tavsiya qiladigan analizlardan birinchisi bu ferritin. Ikkinchisi bu vitamin D, uchinchisi bu insulin. Insulin darajasini ko'rganda albatta qondagi qon miqdorini ham ko'rib qo'yish kerak. Va to'rtinchi eng muhimi bu qalqonsimon bez gormonlari. Hech bo'lmaganda shu mana shu 4 ta analizni tekshirtirib qo'yish kerak. Qolganlari endi qo'shimcha ravishda, misol prolaktin bor, estrogenlar bor. Erkaklarda misol testosteronni ham tekshirish mumkin, lekin agar o'shanga ehtiyoj bo'lsagina. Ya'ni shikoyatini eshitasiz, misol erkaklarimiz aytishi mumkin, semirib ketganimdan keyin menda jinsiy passivlik bor deyishi mumkin. Ana o'sha holatlarda erkaklarda ham albatta testosteron, prolaktinlari ko'rilishi kerak. Lekin mana yana qayta aytaman shu narsani, bir xil mijozlarda ko'rganimda aynan dumba sohalari semiz bo'ladi. Dumbasi, soni semirib ketadi. Bunaqa paytlarda bu ayollarga biz ko'pincha estradiol gormon tekshirishni tavsiya qilamiz. Chunki agar estrogenlari, ya'ni ayollik gormonlari oshib ketsa, ayollarimizda ko'pincha son va dumba sohalariga yo'l yig'iladi. Ana o'rtoqlar, всё не просто так. Erkaklar yozishadi, ozdiring deb, meni menejerlarim aytishadi, ayolingiz bizga aloqaga chiqsinlar deb. Endi erkaklar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlatmaydilar xo'jayinim. Shunaqa ozgina menga chegaralar bor lekin. Albatta, endi erga tegan ayol baribir ham chegaralarga ega. Sen u bilan Telegramda, chunki har bir mijozni o'zim men nazorat qilaman. U bilan gaplashib o'tirmaysan-ku deydilar. To'g'ri, lekin to'g'ri fikrdalar. Ayoli aloqaga chiqsa, ayoliga o'rgat, ayoliga o'rgatsang, navrot foyda. Butun oilasiga qilib beradi shu narsalarni deydilar. Albatta. Chunki baribir ham ovqat qiladigan ayol kishi. To'g'ri. Semirish qozondan boshlanadi. Men shu gapni juda ko'p aytaman. Siz nima qilib bersangiz, ayollar, eringiz ham shuni yeydi, onangiz ham, farzandlaringiz ham shuni yeydi. Semirishga ham ayoli o'zi sababchi. Butun bolalarini olib kelishadi. Farzandinglarda ham agar ortiqcha vazn yuzaga kelayotgan bo'lsa, birinchi navbatda eng oddiy uslub turmush o'rtog'ingiz ko'chadan shakar olib kelmasinlar deyman. Oq un va gazli ichimliklar. Shu narsani chiqarsangiz, 1 yilda farzandingizni eng kamida 5 kilo ozdirasiz. Shunaqa men o'zi kurslarim bor, Nutri ona degan. Onalar uchun.
Mhm. Shunaqa. Mana tayyor bo'ldi. Duxovkadan olamiz. Hali pishmagan to'liq. Mhm. Endi qolgan ishlarimizni davom ettiramiz. Aha, ustini bezaymiz. Ha, To'g'rimi? ustini bezab olamiz. Ya'ni pomidor qo'shamiz, qo'ziqorin, albatta pishloq. Какая pizza без сыра? Shunaqa mahsulotlar bor, haqiqatda organizmimizga tushgandan keyin yog' eritadi. Mhm. Qanaqa Bilasizmi? mahsulotlar kiradi unga? Eng zo'ri tez ozdiradigan mahsulotlardan birinchisi brokolini tavsiya Mhm. qilaman. Juda zo'r ozdiradi va ayollarimizda estrogen gormonini normaga solishga yordam beradi. Mhm. Juda ham foydali mahsulot. Aynan shu brokoli bilan karamda men o'zim Germaniya bilan hamkorlikda dim mahsulotini ishlab chiqaraman. Mhm. Ya'ni organizmda yig'ilib qolgan ortiqcha zararli bo'lgan estrogenlarni chiqarib tashlaydi. Mm. Demak, endi oxirgi qismimizni Mhm. men ko'p chiqarib yuboraman. Albatta keyingilariga ishlatamiz. Mhm. Albatta bu pishloq. Chunki hech qaysi bir pizza hech qachon pishloqsiz Bo'lmaydi. pishmaydi. Hop, sirlarni hammasi ham foydali va Mhm. ozish davomida bemalol qo'rqmasdan iste'mol qilsa Mhm. bo'ladi. Qaysi mahsulotni ertalabdan kechgacha yesa bo'ladi va semirmasa bo'ladi? Hamma mahsulotni ertalabdan kechgacha yesangiz o'zi aslida semirtiradi. Hamma Masalan, mahsulotlar. mevalarni-chi? Ertalabga shu meva O'zi yesangiz. eng xavflisi meva. Mhm. Chunki Oshqozonni meva o'ldiradi. tarkibida birinchi navbatda yuqori miqdorda shakar bo'ladi Mhm. va u nima qiladi bilasizmi? Birinchi bo'lib jigarga yog' yig'ishni boshlaydi. Hmm. Jigaringizga yog' yig'ilgandan Mhm. keyin bizni qornimiz kattalashib, bilasizmi? Erkaklarni ko'rganmisiz? Homilador ayolga o'xshaydi, qorni katta. Ha. Bu erkaklarni jigari yog' bosgan bo'ladi. Ha, tushunarli. Jigariga yog' erigandan keyin, ya'ni ichki yog'. Mana hozir siz oynaga qaraganingizda o'zingizni tashqi yog'laringizni ko'rasiz, lekin ichki yog'laringizni ko'rmaysiz. Mhm. Ichki organlarimiz atrofida ham yog' bo'ladi. Mhm. Mana shu yog'larimizni bizaga eritishga yordam beradigan mahsulotlar bor. Mhm. Ya'ni ichki yog'larni. Endi buni qo'yib yuboramiz. Mhm. Sirlari erib, yaxshilab pishib olguncha Yana 15 minutga adashmasam. yana Mhm. 15 daqiqa turadi. Aha. Demak, ichki yog'lar erish uchunchi nima qilish kerak? Xo'p, ichki yog'larni eritish uchun eng muhim narsa, sizni qaysi organingizda yog' ko'proqligiga ahamiyat beramiz. Agar jigarda ichki yog'lar to'plangan bo'lsa, eng arzon narsa bilasizmi, aptekada 5000 so'mdan ham sotiladi. Rastaropsha. Mhm. Mana shu rastaropshani olib damlab ichish. Mhm. Birinchisi, Mhm. ikkinchisi olma sirkasi. Mhm. Ichki yog'larni eritishga zo'r foydasi bor. Shaxsan o'zim juda ham ko'p minglab mijozlarimni istab ham o'tkazganman va tibbiy faktlari bor. Mhm. Olma sirkasini ertalab turganingizda oddiy iliq suvga solib, 1 stakandan iching. Mumkin emas bo'lgan holatlari bor, albatta, ya'ni gastrit, yazva, o't tosh kasalliklarida, bundan tashqari oshqozonni kislotnosti baland bo'lsa mumkin emas. Mhm. Yomon oqibatlarga olib keladi Mhm. va albatta magazindagi olma sirkalari mumkin emas. Ya'ni faqatgina 5% dan pastroq bo'lishi kerak va Mhm. aynan ichish uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. Mhm. Sizni eng zo'r rezultatingiz qanaqa bo'lgan? Masalan, qaysi mijoz bilan qanchaga ozdirgansiz? Hop, eng zo'ri yaqinda bitta mijozimniki juda ham bir internetda tarqalib ketdi. Lobar opani 67 kilo vес tashadilar. PP bilan. To'g'ri ovqatlanish bilan. Maqsadim shunaqa bo'lgan, ularni ozdirib, imijlarini o'zgartirish edi. Hamma rasxodlarni men o'zim ko'targanman. Analiz topshirish, ichiladigan badlar, yeb ichishlari, sochlarini kesishi, bo'yashi, kiyinishi hammasi. 3 ta ayolni olib chiqib shunaqa ozdirganman. Eng bir shov-shuvga sabab bo'lgan, hech kim tanimay qoldi ularni. Shu darajada katta vес tashadilar. Jizzaxlik mijozim. Chumchuv so'ysa ham qassob so'ysin degan gap bor. Odamlar o'zi dieta qilishga harakat qiladi. Lekin noto'g'ri dieta oqibatida birinchidan tashagan vesi qayta yig'iladi. Ikkinchidan mushak massa ketadi, atyok ketadi. Lekin yog' erimaydi. Yog' shunaqa qaysar narsa, bir oyda eng ko'pi bilan 4 kilo ketadi. Masalan, ko'p insonlar sport bilan shug'ullanishni boshlashadi va juda ko'p shunaqa rezultatlar ko'rganman, juda yaxshi rezultatlar aynan sport bilan. Siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, sport bilan shug'ullangan odam dieta ushlamasligi mumkinmi? Sport bilan shug'ullangan odam dieta ushlashi shart, chunki trenerlar ham aytishadi, sport qilishingiz kerak, bo'lmasam bo'lmaydi. U har bitta trener aytadigan gapi. Sport bilan ayollarimiz shug'ullanib vес tashashadigan bo'lsa,
qayta vazn yig'maslik ehtimoli 80% ga ko'tariladi. Nega? Sport bilan shug'ullanganingizda siz mushay massani olasiz. Tanangizda mushay massa bo'lsa, yog' to'planish jarayoni sekinlashadi. Agar sizni qancha mushagingiz yo'qotib qo'ysangiz, siz organizmingizda o'zi sarkopeniya jarayoni boshlanadi. Sarkopeniya degan jarayon boshlangandan keyin ayollarda qarish tezlashib ketadi. Erkaklarda ham teri osiladi, qorlari osilib ketadi, terlari osiladi, juda bir xunuk ko'rinishga ega bo'lishadi. Ko'pincha operatsiya bilan ozayotganlarda mana shu holatni ko'raman. Ya'ni oshqozon operatsiyasi. Oshqozon O'zingizni munosabatingiz qanaqa oshqozon operatsiyasiga? Qilish kerak bo'lgan holatlar ham bor. Bor. Endi u vrachlarni tavsiyasi bilan bo'ladi, lekin men to'g'risini aytsam, kimnidir hozir biznesiga qarshi chiqib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun ko'p aralashmayman bu temaga. Hozir misol uchun chiqdi-yu, manjara, azempik, oshqozon kestirish. Hammasida ham baribir bitta narsa bor tagida. 1000 oshqozoningizni kestirsangiz ham baribir dietaga o'tirasiz. Albatta, 100%. Ukol olsangiz ham baribir dietaga o'tirasiz. Hamma baribir keladi, bizga murojaat qiladi. Tanlov o'zingizda. Xohlang to'g'ri ovqatlaning, xohlang qimmatga operatsiya qildiring yoki ukol oling, baribir dieta qilasiz. Endi esa meni eng sevimli qismim bu desert. Kofe kerak bo'ladi. Savolamizni. Endi agar shirin bo'lishni xohlasanglar, tabga ko'ra ozgina mayli asal solsanglar bo'ladi. Tabiiy, toza asaldan solsanglar bo'ladi. Kofeni iligandan keyin xlebchilarni botirib olamiz bitta-bittalab. Keyin mana bizda gretskiy yogurt bor. Har bitta qavatiga gretskiy yogurt qo'shish kerak bo'ladi. Demak, bizda kichkinagina pirojnoy chiqadi shunaqa. Adashmasam, mijozlarimga har kuni yeyishga ham tavsiya beraman. Umuman semirtirmaydi bu. Juda ham foydali. Ishtahani zo'r pasaytiradi. Ertalab zavtraklarga qilib yeydi klientlarim, maza qilishadi. Banandan уже ozgina qo'yamiz. Mayli, banandan bo'lsa o'rtasiga qo'shamiz. Yana ham shirinroq bo'lish uchun. Keyin yana bitta narsa aytmoqchi edim. Mana xlebchi olishayotganda iloji bo'lsa, mevalisini, kokoslisini yoki bo'lmasam, o'zi asallisi bor, shuni olishsa yaxshi, zo'r shirin chiqadi. Ya'ni tuzlisi ham bor-da, buni tuzlisini olib qo'ymanglar. Xlebchi olayotganda o'sha qarab olsanglar, bu ham o'zi qimmat emas. Adashmasam 3000 so'mmida, 12000 so'mmida juda ham arzonga tushadi bu shirinligimiz. Kuniga qancha xlebchi yesa bo'ladi? Bemalol 5 tagacha, 6 tagacha yesanglar bo'ladi. Ovqatlar bilan ham ichinglarni zo'r keltiradi. Chunki kletchatkaga boy. Kletchatka yegan insonni birinchidan hazm tizimi yaxshi bo'ladi. Ichi har kuni normada keladi. Yuzlari tiniq bo'ladi. Bularda o'sha diabetga moyillik pasayadi. To'g'ri ovqatlanib, ichlari yaxshi kelib, kletchatkaga boy mahsulotlarni yegan insonlarda diabetga moyillik pasayadi. Demak, kletchatkaga boy mahsulotlarni aytib o'ting. Kletchatkaga boy eng biza bilgan mashhurlardan bu savdo rastalaridagi barcha ko'katlar. Hammasi kiradi. Ya'ni poliz mahsulotlaridan sabzavotlar bular ham kletchatkaga kiradi. Mana misol uchun zig'ir urug'ida ham kletchatka bor. O'zi aslida to'g'ri ovqatlanayotganda men klientlarimga shu bitta tarelka bo'lsa, shuni bo'ldiraman. Biza bo'lamiz bu tarelkani oqsil, kletchatka, murakkab uglevodlar, ozgina sodda uglevodlardan ham yeymiz va foydali yog'lar. Endi yog'ni chiqarib tashlaydiganlar bor, ratsiondan, shu haqida ham aytib o'taman. Ayollarda agar yog' yemasa, birinchi navbatda ayollik gormoniga ta'sir qiladi. O'shuning uchun ham albatta yog' organizmga kerak. Masalan, qanaqa yog'? Foydali yog'larga birinchi navbatda avokado misol qilsak bo'ladi. Hamma uyda mehmonlar uchun atab qo'ygan nimalaringlar bor, bodom, yong'oqlar, keshuvlar. Ular mehmonlar uchun emas, u o'zinglar uchun. O'zinglar uchun o'rtoqlar. U zamonlar o'tib ketdi, bo'ldi endi. O'zinglar maza qilib yeyaveringlar, chiroyli kostyumlarni chiqarib qo'yinglar. To'g'ri. O'zinglar yeyinglar shundan, chiroyli ko'ylaklarni kiyib yuringlar. Mehmonga emas, to'yga emas, o'zinglar shunday har kuni maza qilib chiroyli bo'lib, eng zo'rlarini o'zingizga ishlatinglar o'rtoqlar. Yana bitta narsa aytaman. Yaqinda nimaga bordim? Fransiyaga. Fransiyada, Italiyada juda ham ko'p nutritsiologlar bilan ko'rishdik. O'shanda ham ularni men bitta narsasiga qoyil qoldim. Hammada ommaviy Yevropada ovqatdan oldin zaytun yeyish odati bor. Zaytun ham o'zi aslida foydali yog'.
Mhm. Shuning uchun ham mana shu odatlarni ko'pini o'zimizga olib kirdim. Baribir mana chetga chiqqaningizdan keyin ko'p foydasi bo'lar ekan. O'zim shularni tajribaga kiritdim. Nimaga Yevropada semirish kam? Bilasizmi, Fransiyada, Italiyada semizlik juda kam. Chunki ular asosan har kunlik yeydigan ovqati O'rta Yer dengizi dietasiga to'g'ri kelyapti. O'rta Yer dengizi dietasini bilasizmi? Ya'ni baliq, Baliq, oqsillar. shunaqa. Ularda juda kam shirinlik yeyish. Endi aytadi-ku, Fransiyaga borsang, zo'r shirinliklar kurasan yeysan, lekin kam yeyishar ekan. Nimaga men xitoyliklar semirmaydi degan savolga javob topib keldim. Nimaga? Ko'p yurishadi. Xitoyliklar bilasizmi, ko'p yuradi-ya. Va non yeyishmaydi umuman. Non ham kam yeyishadi, go'sht ham kam yeyishar ekan. Shu darajada ovqatlarga ahamiyat bersangiz, kletchatka ko'p yeyishadi. Ularda уже mana misol uchun men ular uchun semizman. Ozg'inlik moda. Hamma ozg'in 40 kilo, 38 kiloda yurishadi-da. Hayron qoldim-da, shu xo'jayinimga aytaman, meni ko'proq shu ozg'inlik ko'p bo'lgan davlatlarga olib borib yuring, o'rganib keling deyman. Nima yeyapti bular, nimaga bunaqa ozg'in? Chunki ularda o'zbek taomlari yo'q deb. Va yana Xitoyda bilasizmi yana nima bor? Ularda choy madaniyati juda ham zo'r shakllangan. Ya'ni ko'k choy juda ham ko'p ichishar ekan. Oddiy 7000 so'mga oladigan ko'k choy o'zi bizni qanaqa organizmga tozalikda. Bizda teskarisi hamma ovqatdan keyin qora choy ichadi. Qora choy organizmga juda ko'p o'sha toksinlarni, to'g'ri, tibbiyotda shuni ham aytadi, tibbiyotda o'zi toksin degan shlak degan atama yo'q. Bu xalq orasida yuradi, sodda qilib aytganda, ya'ni o'sha musorlarni yegan ichganlarimizni qora choy ushlab qoladi. Shuning uchun ko'k choy ichaveringlar, ko'k choy foydali. Ko'k choy ichamiz, o'rtada bo'ldi. Ko'k choy, mana tomosha. Lay, mana bizda tayyor bo'ldi deyarli. Endi esa bezakka o'tamiz. Bizda shokolad ham bor aytmoqchisiz. Shokolad ham bor. Qarang, shokoladni ta'bga ko'ra biz ishlatamiz. Lekin ichiga sovursanglar ham bo'ladi. Bemalol, bu o'zi tiramisuga o'xshagan shirinlik. Shoqqina bo'lib ketadi. Ichiga orasiga sovursanglar ham bo'ladi. Bu mana shakarsiz shokolad, bu shakarsiz. Yuqorida ham aytib o'tdim, o'zi aslida juda unaqa pazanda kelin emasman, lekin qarang, qanaqa chiroyli chiqdi. Qarang, qo'ldan keyin, chunki men hozir qaynanangiz ko'rib qolsa, deydi, demak, men bu yerda bu kelinim ovqat qilolmaydilar deb ish olib o'tiribman deydilar. Anaqa yaxshi qilarkansiz u deb urishib bermaydilar, ish qilib. Yo'q, meni qaynanam juda ham tilla ayollar. Men o'qiganim uchun, ishlaganim uchun menga hamma taraflama yordam beradi. Kerak bo'lsa kechqurun farzandlarimni ham uxlatib yuboradilar. Zo'r. Amin, hamma qizga shunaqa qaynana nasib qilsin. Ish qilib, anaqa qaynana bo'lmasin-da, nima edi? Maoshi qaynanasiga berib yuborish kerakmi kelin deydigan. Ha, nimaga berish kerak emas? Berish kerak. O'g'il tug'ib qo'yadi, yana berish kerak emas. Hammasi tayyor bizda. Sabira, rahmat. Ko'rinishi ideal. Xuddi juda kaloriyniy, juda semirtiradigan narsalarga o'xshyapti. Lekin ancha to'q tutadi. Bitta o'tirishda, misol siz obedga yemoqchi bo'lsangiz, mayli 2 kusok yeng, lekin oldiga yashil mahsulotlardan to'ldirib, ko'katlarni qo'yib, maza qilib yesangiz bo'ladi. Bu ham pitsa. Mana haqiqiy pitsa. Nimasi pitsa emas, mana. Yeb ko'ring, ta'miga yeb ko'ramiz. Lekin ko'rinishidan juda zo'r. Zo'r? Juda shirin. Zo'r chiqdi. Ko'katlar bilan yana ham shirin bo'ladi. Haqiqiy pitsa bo'pti. Shunchaki pepe. Zo'r, Sabira. Rahmat. Qo'lingizga ko'rmasin. Endi esa desert. Desert вообще chiroyli chiqdi. Buni hamma xohlagancha yasatib olsa bo'ladi. Bitta shu porsiyasini bitta odam bemalol yesa bo'ladi. Bitta odam kuniga necha marta yesa bo'ladimi? 1 marta. Asosan zavtrakka tavsiya qilaman. Bemalol kofe bilan iste'mol qilib olishsa bo'ladi. Kofe ham shakarsiz.
shakarsiz yoki asal solsanglar bo'ladi. Mhm. Ну, iloji boricha to'g'ri ovqatlanish paytida men tavsiya qilaman shakarni butunlay chiqarish. Ana zo'r. Uni ustiga sabirchkan shokoladi qo'shilgan. Mhm. Zo'r. Yaxshimi? Juda ham. Bu ham tabga ko'ra o'sha aytganimdek ozgina asalmi solsa bo'ladi. Shirinxo'rlar uchun Yo'q, juda ham zo'r. foydali. Eng muhimini aytyapman, ichiklarni zo'r keltirishga yordam beradi. Mhm. Ichki faoliyatini yaxshilaydi. Xolesterinni foydasi zo'r. Mhm. Bizanikilar shu zararli mahsulotni yaxshi ko'rishadi, foydali mahsulotni qimmat deb bahona topib olishgan. Mhm. Lekin bu ham qimmat emas aslida. Mhm. Zo'r. Ozgina asal qo'shish undan ham zo'r bo'ladi, Zo'r haqiqatan. Albatta retsept foydali bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman. Bundan-da foydali kerakli retseptlarni ham men YouTube kanallariga qo'yishga harakat qilaman. Iloji boricha like bosib, bu bugungi bizani ko'rsatuvimizni qarindoshlar guruhlaringizga, yaqinlaringizga jo'natinglar. Chunki hamma ham bepuliga o'zi bunaqa retseptlarni berib, To'ppa-to'g'ri. bunaqa foydali informatsiyalarni berib. Zo'ra bugungi ko'rsatuvdan keyin kimlardir bizani ko'rib ozishga harakat qilsa. Sizni ayollarga maslahatingiz ozish borasida Ayollarimizga nimadan boshlash kerak? birinchi navbatda maqsad bo'lishi kerak. Maqsadingiz bo'lmasa, har kuni ozishni ertaga surasiz. Va albatta hech bo'lmasa bitta kiyim kamroq kiysangiz ham o'sha pulni hech bo'lmaganda analiz topshirishga bir marta ajrating. Analiz deganda ham o'sha tepada aytganimdek, kerak emas analizlar emas. Aynan nima uchun semirayotganingizni bilishga, nega semirib ketyapman, nimaga menda 100 kilodan oshiq vazn degan savolingizga javob bo'ladigan ortiqcha vaznga sabab bo'luvchi asosiy gormonlarni topshiring. Ozishni mutaxassis bilan boshlang, o'zingiz bilmagan holatda ko'rona qilmang dedi. Men maslahat beraman, ayollarga o'zingizlarni yaxshi ko'ringlar, o'zingizlarga hech bo'lmaganda 100 ming so'm pul ajratinglar, hech bo'lmaganda. To'g'ri. Va albatta Hech bo'lmaganda 100 ming so'm, hech bo'lganda 100 million so'm. va albatta ayol kishi hamma narsaga sababchi qozonni to'g'irlaylar. Oshxonada qanaqa ovqat pishirsanglar, butun oila a'zolaringiz shu ovqatni yeydi. Turmush o'rtog'ingiz olib kelayotgan mahsulotdan foydali, semirtirmaydigan ovqatlar ham tayyorlash mumkin. Hammasi har doimgidek aziz ayollarga bog'liq. Sizlarga bog'liq. To'g'ri. Sabirchka katta rahmat sizga Rahmat kelganingiz sizga. uchun, vaqt ajratganingiz uchun. Rahmat. Bilaman siz juda bandsiz, ayollar bilan ishlaysiz, lekin bizani o'ylab yo'q demaganingiz uchun bizga katta rahmat. Rahmat kattakon. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Men Bugun birinchi marta ko'rishyapmiz. Men sizni doim kuzatib boraman. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. kattakon. Bu ko'rsatuvlarga iloyim eng zo'r ko'rsatuvlardan biri bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Omadinglarni bersin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Пока salomat bo'linglar. всем.